Markaziy Osiyo ilmiy axborot markaziga tegishli bo'lgan 100 kvadrat metrli konferensiya zali nol holatidan remont ishlarini shu holatgacha bitirib berdi. Young Frenchie, 808. Bu proyektimizning bizga kelishi biz uchun juda ham qiziq bo'lgan. Sababi bu tashkilot egalari bizdan oldin boshqa qurilish kompaniyasiga murojaat qilishgan. Bu konferensiya zali dizayn proyektini ishlab, qurilish xarajatlarini hisobini berishni so'rashgan. Va bu qurilish kompaniyasi bularga proyekt ko'rsatganda tashkilot egalariga proyekt yoqmagan va ularni ko'rsatgan byudjeti ham bularning byudjetdan oshib ketganligi sababli to'g'ri kelmagan va ular oxir-oqibat bizga murojaat qilishdi. Va biz bularni eshitdik. Ularning talablarini eshitib turib, o'sha talabdan kelib chiqqan holatda bir kun ichida 2D ko'rinishda proyekt taqdim qildik. Va shu proyektimiz bularga ma'qul keldi. Shu proyekt asosida biz bir oy ichida ushbu konferensiya zali nol holatidan hozirgi holatgacha remont ishlarini tugatib, bitirib topshirdik. Bu konferensiya zal sizlarga yoqdimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar.